Bugun qarang, Alloh ham sizga qarashi bordi. Xudo xolasa yomg'irlar siypaladi, chorvamiz zo'r bo'ladi inshaalloh. To'y chiroyli o'tib, changimayapti muhimi. Sizni qiynamadi Alloh. O'zi suv sepib, chiroyli qilib davralaringizni yashartirib berdi yana ham. Ha? Jigarlar, yaqinlar mana shunday kunda kerak bo'ladi. Bugun ukam to'y qiladi deb Denovda bozordan borib eng oldi ko'ylaklarni olishgan bular. Singlim to'y qiladi. Xudo xolasa to'ylarda borib o'ynayman. Onajonim, otajonim bilan birgalikda yoshlikni eslaymiz deb chiroyli ko'ylaklarni, chiroyli liboslarni olib kelgan. Bu shunchaki gap emas. Allohim hammamizni to'yimizda, xonadonimizda shunaqa to'ylar bo'lsin. Farzandlarimiz, go'zal farzandlarimizga shunaqa sunnat to'ylar, aqiqa to'ylar nasib qilsin inshaalloh. Shu qatorda men farzandlarimga ham shunday chiroyli to'ylar nasib qilsin. Qizlarimiz kelin bo'lsin, go'zal qizlarimiz, yigitlarimiz kuyov bo'lsin inshaalloh. Topganingizni to'ylaringizga buyursin, chiroyli uylaringizga buyursin. Qoralaringiz to'la qo'y bo'lsin. Akam shu to'y qilganda bitta to'yonaga olib kelib tashaveringlar. Bitta qarsak bo'lsin. Onam osh pishirsa, opam o't yoqsa, kel. Onam osh pishirsa, opam o't yoqsa, jonim qizim, kel. Akam olma qoqib anorlar yorsa, kelin tandir nonlarni yopsa, tandirda non pishirmayapti kelinlar. Bormi? Yanga, bugun boshini orqasiga to'rttasini tashlab qo'yasiz. Ancha bo'ldi tandir nonini yemaganimizga. Hali ham bormi shunaqa ayollar? Bitta qarsak chalinglar. Haqiqiy o'zbek ayollari shunday bo'ladi. Kelin tandir nonlarni yopsa, jam bo'lsak, birlashsak, yurakni yoqsa, bu ota-onamizdan keyingi nima deydi avlod. Unga faqat biz erkaklar bosh bo'lar ekanda, ayollar sizlar nima desangiz biz o'shani qilar ekanmiz. Chunki erkakning gapi har doim qonun bo'ladi. Akam olma qoqib anorlar yorsa, kelin tandir nonlarni yopsa, jam bo'lsak, birlashsak, yurakni yoqsak. To'y qilsak, kamlarim bo'lib olsalar, kimdir bir karson bugun kulcha pishirgan, kimdir pirashki pishirgan, kimdir somsa pishirgan, biz yedik ichkariga kirib duolar qildik. To'y qilsam kamlarim bo'lib olsalar, bozor o'charlariga birga borsalar, keyin bir uy bo'lib yotib qolsalar, keyin bir uy bo'lib yotib qolsalar, joniga jon bo'lar jigarlar, dardga darmon bo'lar jigarlar. Yaxshi kunda ham, yomon kunda ham, orqangda ham, yoningda ham turib beraydigan jigarlari. Qarsak bo'lsin jigarlar. Ketdik.